قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Biz hozir 15-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darsimizda fe'l amri, ya'ni buyruq fe'lni o'rgangan. Ya'ni olto, qop, yoz, och deganga o'xshash buyruq qiladigan fe'llarni o'rgangan. Xo'sh, unda bo'lsa, bugun o'rganganimiz bulusiz shakldagi buyruq. Ya'ni yozma, ochma, oltuma, bama, qopma, yeme deganga o'xshash bulusiz shakldagi fe'l amri. Ya'ni biz buni arabchada nima deb ataymiz? Nahi. Ni cheklama, cheklash degan ma'noda nahi deb ataymiz. Fe'l nahi. Ya'ni bir ish qilishni qanday qilish? Cheklash. Endi buni qanday yasaymiz deganda bu nihoyat oddiy. Ya'ni biz ilgirki sonlik darsimizda fe'l amrini fe'l mudori'ninki muxotabdan yasab chiqqan. Fe'l amrini fe'l mudori'ninki muxotabdan. Endi bu bulusiz shakldagi nahi fe'lni dal yana shu fe'l mudori'ning muxotab old fe'ldan yasab chiqamiz. Qanday yasaymiz deganda faqat oldiga lani lam qo'shamiz. Unda bo'lsa tadhhab barisiz, tadhabani barislar. Endi qaranglar, barisiz endi bama demoqchi bo'lsak deymiz la tadhhab. Mana bu shunga o'xshash aslida. Har qanday fe'l. La tadhhab bama, la ta'kul yema, la tajlis ultuma, la taktub yozma, la taftah ochma. Endi la kelgandan keyin bu fe'l mudori'ning oxirisidagi bu pash sukun o'zgaradi. Bu bir qoida. Ya'ni nahining lasi. Bu fe'lki jumla fe'l nima o'zgardi? Nahi. Ya'ni cheklama bir ish qilishni qanday qilish? Cheklash fe'liga aylandi. Endi bu nahi o'zgartgan harf qaysi? La. Unda bo'lsa biz la nim deb ataymiz. Harfu nahi yoki la nahiya. Ya'ni cheklaguvchi la deb ataymiz. Buning xususiyati fe'l mudori'ning oxirini nima qiladi? Sukun qiladi. Asli holat fe'l mudori'ni nima qiladi? Pash o'qiladi. Endi la kelganlik uchun, ya'ni la nahiya kelganlik uchun nima qildi? Sukun qilindi. Qaranglar, tadhabu barisiz, la tadhab bamaysiz, ya'ni bamang. Endi tadhabani ikkini barisizlar. Ikkini bamanglar demak bo'lsa deymiz, la tadhaba bo'ladi. Qaranglar, la tadhaba. Xo'sh, laun nahiya fe'l mudori'ning oxirini sukun qiladi. Buning o'xshash. Endi buningdagi sukun qani deganda biz fe'l mudori'ni tushuntirgan vaqtimizda tadhabaniningki pashlikning alomatini nunning mishadi tug'anligi pashlikning alomati deb tushuntirgan. Bu tadhabuda pashlikning alomatini uchuq oshkora deb tushuntirgan. Endi nunning tug'anligi pashlikning alomati bo'lsa, bu yerda nunning tushib ketganligi sukunlikning alomati bo'ladi. Ya'ni la tadhaba, nun qanday qildi? Tushib ketdi. Ya'ni bu yerdagi sukunning alomati nunning tushib ketishi bo'ladi. Tadhabuna, qaranglar. Tadhabuna barisizlar, endi bamanglisizlar demoqchi bo'lsak, la tadhabu bo'ladi. Qaranglar, la tadhabu. Bamanglisizlar. Endi bu biz tadhabunani tani mudoriyat harfi, zahabani fiil, vunu fa'il, nunni pashlikning belgisi, mishada nunning tug'anligi pashlikning belgisi deb tushundirgan. Endi nunning tug'anligi pashlikning belgisi bo'lsa, nunning tushib ketganligi sukunlikning alomati. Ya'ni la tadhabu bu la-in nahiya fe'l mudori'ning oxirini sukun qiladi. Qani bu yerdagi sukun desa, shu nunning tushib ketishi ashadagi sokinlikning nimasi? Alomati. Nun bo'lmadi, bu ya'ni biz sokin deb o'ylaymiz deymiz. Tadhabina barisiz ayol. Qaranglar. La tadhabi bamangsiz ayol. Bamang. Buningdimi nunning tug'anligini biz nima degan? Pashlikning belgisi degan. Endi nunning tushib ketganligi sukunlikning alomati. La tadhaba bamanglar ikkinglar. Endi nun bu yerda pashlikning alomati, bu yerda nun qanday qildi? Tushib ketdi. La nahiya nunning tushib ketishiga sabab bo'ldi. Chunki u fe'l mudori'ning oxirini qanday qiladi? Sokin qiladi. La tadhhabna. Buning da o'zgarish qilmaydi. Unda la tadhhabna bu fe'l mudori'ning oxirini sukun qiladi. Qani bu yerdagi fe'l mudori'ning oxirini sukun qilgan desa, ismlar ichidan va fe'llar ichidan, mayli ism bo'lsin, mayli fe'l bo'lsin, mabni deb bir ism bor. Ya'ni mabni deb ism bor va mabni deb fe'l bor. Bu mabni degan gap desa,
qurilib ketgan degan gap. Ya'ni oldiga mayli sukun qiladigan, mayli zir qiladigan, mayli pesh qiladigan har qanday omil kirib ketishidan qat'iy nazar o'zgarmas ismlar bir xillam turadi. La tazhabni asli fe'l mudorni oxirini sukun qilish kerak. Laning kirishi bilan tazhabning oxirisini bo'lmadi, sukun bo'lmadi. Nimishqa bu mabni fe'l. Ya'ni ma hammasi o'zgarishchan fe'l. O'zgarishchan fe'lni biz arab tilida deymiz, mu'rab deb ataymiz. Mu'rab. Endi qurilib ketgan, o'zgarmaydigan. O'zgarishchan deganimiz oldiga omil kirsa, ya'ni zar qiladigan, sukun qiladigan, zir qiladigan omil kirsa, o'zgaradigan, o'zgarishni qabul qiladigan ismni yoki fe'lni biz mu'rab deb ataymiz. Hem o'zgarishni qabul qilmaydigan bir xil holatda qetib ketgan ismlarni biz nima deymiz? Mabni deb ataymiz. Dal mushu ayollik, muxotab, ayollik ko'pligi qanday fe'l? Mabni fe'l. Buna sukun qiladigan la kirsimi? La tazhabna. La kirmizmi tazhabna. Bir xil holatda turadi. Demek mana bu laun nahiyaninki fe'l mudari'ning beshiga kelib bulutsiz shakldagi buyruq fe'lga aylantirishi. Hamda hamma fe'llarni mushkil shaklda aylantirsak bo'ladi. Masalan, la tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. La taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Mana shunga o'xshash. Har qanday fe'llardan bulutsiz shakldagi bir buyruq shaklda bir fe'lni chiqarmoqchi bo'lsak, mushu bo'yicha chiqarsak bo'ladi. Xo'sh, endi biz ilgirki darsimizda bir narsani o'rgangan. U qaysi deganda, masalan, la yaktubu Ahmadu darsa. Ahmad darsni qanday qilmaydi? Yozmaydi. Bu fe'l mudori'ning beshiga kirib, jumlani manfi qiladi degan. Endi hozir o'rgangan lam qanday qiladi dedik? Nahi qiladi dedik. Ya'ni biz ilgari o'rganganimiz laun nafiya, bugun o'rganganimiz laun nahiya. Laun nafiya degan nima? Laun nahiya degan nima? Deganda laun nafiya jumlani fe'l mudori'ni bulutsiz qiladi. Bu asosliq xabar shakldagi fe'llarda keladi. Ya'ni g'oibda yoki mutakallimga kiradi ko'p hollarda. Masalan, la yaktubu, masalan, la yadhhabu Muhammadun. Muhammad qanday qilmaydi? Bormaydi. Buning buyruq ma'nosi bormi, yo'qmi? Yo'q. Endi laun nahiya bu bir ish qilishni cheklaydi. Cheklagan ekan, bu muxotab fe'lga kiradi ko'p hollarda. Qaranglar, la tadhhab ya Muhammad. Muhammad qanday qilma? Borma. Demek laun nahiya bilan laun nafiyaning bir farqi, lan nafiya cümleninki mazmunni bulutsiz shaklda qiladi. Fe'l mudori'ni bulutsiz shaklda qiladi. Bunda buyruq shakldagi fe'l emas. Buyruq shaklda emas. Ama lan nahiya bu buyruq shaklda qanday qiladi? Bir ishning yuz berishini cheklab, buyruq shaklda bulutsiz o'zgartiradi. Masalan, demek laun nafiya g'oib va mutakallimning oldiga kiradi, laun nahiya muxotabning oldiga kiradi. Mana bu ma'no jihatdagi farqi. La tazhab ya Muhammad. Bu qanday ekan? Laun nahiya, ya'ni cheklash. Ey Muhammad, borma. Bir ishni qilishni qanday qilish? Cheklash. La yadhhabu Muhammadan. Muhammad bormaydi. Ya'ni g'oibning oldiga keldi. Muhammad bormaydi. Buningda buyruq yo'q, bir xabar berish bor. Bu bir xabar berish bor. Demek bu qandala laun nafiya. Bu ma'no jihatdagi farqi. Endi buningki fe'l mudori ko'rsatgan qanday ta'siri bor deganda laun nahiya. Biz o'rgangan laun nahiya, ya'ni bulutsiz shakldagi buyruq o'zgartiradigan la fe'l mudorining oxirini sukun qiladi. La nafiya fe'l mudorining oxiriga ta'sir ko'rsatmaydi. Buning unda sukun qiladigan xususiyati yo'q. Demek la kirsimi yazhabu o'qilaveradi, la kirmisimi yazhabu o'qiladi. Demek bu fe'l mudoriga ta'sir ko'rsatmaydi. Mana bu bilinishli bir qoida. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda mani fe'li modining oldiga kelib bulutsiz o'zgartirdi degan. Lani fe'li mudorining oldiga kelib bulutsiz o'zgartirdi. Ya'ni ma kataba yazmadi, la yaktubu yazmaydi. Endi ma, yani bir yangi mazmun, ma fe'li mudorining oldiga kelib qolsa, bu fe'li mudorining ma'nosini hozirgi zamonga bog'lab turib bulutsiz o'zgartirdi. Ya'ni ma yaktubu deb kelib qolsa bo'ladi. Qanday qilma hozir yozmaydi degan, hozirgi zamon qanday qiladi? Bog'laydi, xoslaydi. Masalan, qaranglar misolga. Huwa la yaqra'u suhufa. O
gazet o'qimaydi. Bu gazet qanaqa qilmaydi? O'qimaydi. Buningda la bo'ldi. Kelgusi zaman ma'nosi shunda. Endi huwa ma keldim qaranglar. Ma yaqra'u sahifatil an. U hozir qanaqa qilmaydi? Gazet o'qimaydi. Demak, biz fe'l mudori'ni hozirgi zaman shaklida manfi qilmoqchi bo'lsak, ma'ni eklamiz. Kelgusi zaman shaklida manfi qilmoqchi bo'lsak, lani eklamiz. Ya'ni ma tukhallisul mudari' lil hal deydi. Ya'ni ma mudori'ni hal navbatdagi vaqtga, hozirgi vaqtga bog'laydi deydi. Xo'sh, ya'ni xas qiladi, bog'laydi deb tushunsangiz bo'ladi. Fe'l mudori'ni hozirgi zamonga bog'laydi. Endi yana bir mazmun kada yakadu. Bu kada yakadu. Qaranglar. Bu kada tas qoldi, yakadu tas qoladi degan gap. Bu fe'l madi, bu fe'l mudari. Lekin bu qanday fe'l deganda bu o'zi to'liq bir fe'l emas. Ya'ni bu cho'qim buning keyindan yana bir danik fe'lning kelishiga ehtiyojlik bo'lgan bir fe'l. Ehtiyojlik bo'lgan fe'l. Masalan, bu yolg'iz kelsa o'z ma'nosini to'liq ifodalab bermaydi. Tas qoldi. Nimaga tas qoladi? Masalan, qarang. Fataha Zakariyal baba va kada yakhruj. Zakariya eshikni ochdi va tas qoldi, yakhruj chiqib ketdi degan gap. Chiqib ketgili tas qoldi. Tas qoldi, chiqib ketdi. Ya'ni chiqib ketgili tas qoldi. Qala Uthman lil mudir. Uthman mudirga dedi. Rafa'a Yusufu yadahu va kada yadribuni. Ko'tardi Yusuf qo'lini va tas qoldi, urdi meni. Ya'ni Yusuf qo'lini ko'tarib, meni o'g'li tas qoldi. Tas qoldi degan ma'nosi bor. Inqalabat sayyaratu Hamidin va kada yamut. Qarang, inqalabat degan gap o'rildi degan gap. O'rildi Hamidning mashinasi va kada va tas qoldi yamut o'lgili. O'ludi degan gap shunday go. Fe'l mudori'ni beshiga kelib, ikkisi bog'ilish bir ma'no aytamiz. O'lgili tas qoldi. Darabatil mudiratu Suada fakadat tabki. Udi mudir ayol Suatni fa an kadat. Ayollar shakli kada kadat. Tas qoldi tabki, yig'lig'ali. Mana shunga o'xshash ma'no aytsanlar bo'ladi. Endi oxirida bizga yana o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki darsimizda fi'lut ta'ajjubni o'rgangan. Fi'lut ta'ajjub, ya'ni hayron qilish fe'li, hayron qilish fe'li. Bu nima degan uzun, bu nima degan chiroyli deganga o'xshash. Buning o'lchami qasdi ma'af'al. Ya'ni ma'af'al qilib sifatlarni shu bo'yicha hayron qolsak bo'ladi. Masalan, Hamidun tawil, Hamid egiz. Endi ma atwala Hamidan, Hamid nima degan egiz? Hazihi sayyaratu jamilatun. Bu mashina chiroyli. Endi bu mashina nima degan chiroyli demoqchi bo'lsak, jamilatuni af'al o'lchimida eklamiz. Ma af'al, ma ajmal, ma ajmala hazihi sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli? Huwa tawilun, u egiz deydi. Endi u nima degan egiz demoqchi bo'lsak, ma atwalahu. Ya'ni nima egiz atvala degan asli bu mutaaddi shakldagi bir fe'l. Ya'ni atvala egiz qildi, ajmala chiroyli qildi. Ya'ni nima egiz qildi uni? Nima chiroyli qildi bu mashinani? Nima egiz qildi Hamidni degan ma'noda. Nima egiz qildi degan gap hayron qilib. Nima egiz qilayotgandi? Ya'ni nima degan egiz degan gap. Hiya sagira, u kichik. Ma asgharaha, ma nima degan gap shunda. Asghara mutaaddi, o'timlik shakli qarang. Nima kichik qildi uni? Ya'ni u nima degan kichik degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa qolgan misollarni biz tekstimizda ko'raylik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul xamisa 15 dars. Endi biz oldingi so'zliklarni o'qitaylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Maq'adun, urundo, urun, maq'adun, urun. Maqa'id, urunlar. Ya abati, dada. Ya abima, dada degan gap. Ya abati bo'lsa, bir az bunda mehribonlikni erkilatma shakldagi atilishi ya abati. Fi asna'i degan gap orliqida degan gap, orliqida. Ya'ni dars orliqida deganga o'xshash.
Kezebe yalga etti, yekzibu yalgan eytidu. İnqalebe örüldü. İnqalebe qana qildi? Maşının örülüşü. Beka yığıldı. Yabki yığlaydı. الدرس الخامس عشر bu o'qituvchilar Abu Bakr o'rtasidagi dialog ekan. Ayna tadhhabu ya Abu Bakr? Ey Abu Bakr, qayerga borasiz? Azhabu ila al-mudir. Boraman mudirga, ya'ni mudirga boraman. La takhruj min al-fasl al-an. Hozir sinfdan chiqmang. La takhruj qanday fe'l ekan bu? Bo'lishsi sekildiki, ya'ni nahi fe'l. Fe'l nahi deb ataymiz buni, nahi fe'l. Hozir sinfdan qanday qilmang? Chiqmang. İzhab ilayhi ba'da ders. Biring onunğa dersdan keyin. Ya ustaz, ana talibun jadidun. Ey ustaz, men yangi o'quvchi. Ayna ajlis? Qayerda o'ltiruman? Ajlisu huna amamak. Bu yerda huna. O'ltiramdim amamak. Oldingizda, ya'ni bu oldingizda o'ltiramdim. Bu yerda oldingizda o'ltiramdim. La teclis huna. Yo'q, o'ltirmang bu yerda. Hada maq'adu Hishamin. Bu Hishamning o'rni. Maq'ad degani nima? O'rin. Va huwa g'oibul yawm. O bugun g'oib. Ya'ni g'oib degan gap kamidi degan gap, ha. G'oib bo'ldi degan gap kamidi degan gap. O bugun kamidi. Ijlis hunak xalfa Hamidin. O yerda Hamidning keynida o'ltiring. A'khudhu hadhihi ad-dafatira ya ustaz? Ey ustaz, bu defterlarni alaymu? Axaza oldi ya. Bo'lsa alaymu? La. Yo'q, la ta'khudha. Yo'q, uni qanday qilmang? Amang. Fi'l nahi. Yanzuru fi defterga qaraydi. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalam. Ey Abdurrahim, javoblarni qizil qalam bilan qanday qilmang? Yazmang. Ahmar degan nima? Qizil. Al-mudarrisu huwa allazi yaktubu bil qalam al-ahmar. O'qituvchi huwa u allazi yaktub. Allazi g'anqan yaktubu yazadigan. Yazadigan bil qalam al-ahmar. Qizil qalam bilan. Ya'ni qizil qalam bilan yozadigani u o'qituvchi. O'quvchi degan qizil qalam yozmaydi demakchi. Unzur ila hadhihi al-majallata ya ustaz. Ustaz, bu jurnalga qarang. Ma ajmalaha, u nima degan chiroylik. La taqra'il majallati fil fasl ya Faysal. Ey Faysal, sinfda jurnallarni o'qimang. Ma aqra'u hadhihi al majallata al-an. Hozir bu jurnalni o'qimayman. Ma aqra. Innama anzuru ila as-sura allati fiha. Innama degan faqatlam degan gap. Inna haqiqatan bu ma'qushlab kelsa innama degan faqatlam degan gap. Innama faqatlam anzur qarawataman ila suwar allati fiha. Resimlarga uningdiki, ya'ni uningdiki resimlarga qarawataman. Aftahul baba ya ustaz. Hey ustaz, eshikni ochaymi? Yakadul jarasu yarinnu. Yakadu tas qalidu qo'ng'iroq yarin chaling'ili degan gap. Qo'ng'iroq chaling'ili az qoldi, tas qoldi degan gap. Az qoldi. La yo'q, la taftahil bab al-an. Hozir eshikni qanday qilmang? Ochmang deydi. Endi bu tekstda sizlarga diqqat qilishlik bir masala bor. O'qaysa deganda biz fe'l amrning oxirini qanday qilgan? Sokin qilgan, ya'ni uktub deganga o'xshash. Ammo mush sokin qilingan harfdan keyin alif lamliq bir ism kelib qolsa, buni qo'shash o'qish to'g'ri kelib qoladi. Unda bo'lganda sokinni qanday qo'shamiz deganda zirga o'zgartirib qo'shamiz degan, ya'ni uktubit darasa deb. Endi fe'l nahimi oxiri sokin. Endi bunimi keyin bir alif lamliq ism kelib buni qo'shashga talab qilib qolsa, zirga o'zgartirib qo'shamiz. Masalan, la taftah asli shunday-ku. Al-bab alif lamliq bir so'z keldi. Unda bo'lsa, ikkisini qo'shib olmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? La taftahil bab al-an. Ya'ni zirga o'zgartirib qanday qilamiz? Qo'shamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bizningki tekstimiz mushada oxirlashdi, mashqlarni o'qiylik. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi sahih mayli. Tuandakilarni to'g'rilang deydi. Birinchisi Abu Bakri ma'ahu majalla deydi. Abu Bakri uning bilan jurnal bor deydi. To'g'rimi xato? Bu sizlarga qolib qoldi. Tekstga asosan to'g'ri bo'lsa,
Shu pet qilib qo'ysizlar, xato bo'lsa to'g'risini yozsizlar. İkincisi iqro mayli. Tuandakilarni qanday qiling? O'qing deydi. Qarang. Tazhabu bo'lsa borasiz. La tazhab bormaysiz. Taktub yozasiz. La taktub yozmaysiz. Tashrab ichsiz. La tashrab ichmaysiz. Demak, bu fi'l mudori muxotabninki oldiga la'in nahiya qo'shilish bilan birga fe'l nimaga o'zgaradi? Fi'lun nahi, ya'ni cheklama fe'llarga o'zgaradi. Endi jumla qaraylik. Ya Musa anta marid. Ey Musa sen kasal. Fa on degan gap. Faninki on degan ma'nosida fa. Yana bir ma'nosi shunga degan ma'nosi bor. Sababni bildiradi. Ey Musa sen kasal. Fala bo'lsa shuning uchun la taxruj. Qanday qilmang? Chiqmang uydan. Va la tazhab ila al-madrasa. Va bormang maktabga. Va la tal'ab fi shara. Va o'ynamang yo'lda. Hammasi fi'l nahi. İkincisi la teclis fi tariq. O'ltumang yo'lda. Iftahin nafizata va la taftahil bab. Iching darizini va ochmang eshikni. La tadhak fil fasl. Sinfda kulmang. La ta'kul fi shara. Yo'lda yemang. Qolgan o'zinglar tarjima qilib boqinglar. 10-chi qaranglar. Qala İbrahim aleyhisselam li abi. Dedi İbrahim aleyhisselam li abi. O'zining dadasiga ya abati. Ey dada. La ta'budu şeytan. Şeytan qanaqa qilmang? Ibodat qilmang. Abada ibodat qildi. Ya'budu ibodat qiladi. Ta'budu ibodat qilasiz. La ta'budu bo'lsa ibodat qilmang. Endi keyinda alif lamliq bo'lg'achqa shayton degan so'z. Bu zirg o'zgartib la ta'budu şeytan deb qanaqa qilgan harakat bergan. Kama jaa fi surati Maryam. Maryam surasida kelgandek. Üçüncüsü adkhil la nahiya ala al-af'al al-atiya wa dhabit awakhiraha dedi. Endi biz darsimizda ilgari so'zlangan qoidani tushungan bo'lsanglar, fe'l mudori'ni tuvandagi fe'lga kirgizib, oxirlarini bekiting deydi. Tadkhulu lani qo'saqdan bo'ladi, la tadkhul. Oxirini qanday qilamiz? Sukun. Tasma'u la tasma', anglamang. Tanzilu tushudi, tushsiz, la tanzil, tushmang. Taqtulu o'ltirsiz, la taqtul, o'ltirmang. Ta'khudhu, qanday qilasiz? Olasiz, la ta'khud, olmang. Taqta'u, kessiz, la taqta', kesmang. Oxirgi kishiga o'zinglar kirgizib boqinglar. To'rtinchisi ta'ammal mayali, tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni biz buni darsimizning beshida tushuntirgan fe'l mudori asli holatda pesh o'qiladi. Endi pesh o'qilishiningki ko'plik holatida yadhabuna bo'lgan vaqtida peshning alomati nunninki ashada bo'lganligi, agar nun tushib ketganligi sokinlikning alomati deb o'rgatgan. Endi la fe'l mudorining oxirini qanday qiladi? Sukun, ya'ni sokin qiladi. Tadhabu la tadhab bo'ldi. Endi tadhabunaga lani kirgizsak, la tadhabu bo'ldi. Nun qanday qildi? Tushib ketdi. Unda bo'lsa, nima uchun tushib ketdi desa, la sokin qiladi deb, ya'ni mudori'ni. Shu sokinga alomat bo'lishi uchun qanday qildi? Tushib ketdi. Demak, nunning ashiyada tushib ketganligi sokinlikningki alomati deymiz. Ya Maryam la tadhhabi. Ey Maryam bama. Buningda nunning tushib ketishi sokinlikning alomati. Ya axavat la tadhabna. Ey qiz qarindoshlar bormanglar. Endi buning sukunlikning alomati shu bo'lsa, buning sukunlikning alomatini biz taqdiran deymiz. Nima uchun degan chaqda? Endi buningda sukunlikning alomati oshkor bo'lmaydi, chunki bu mabni fe'l. Qanday mabni fe'l degan? Qurilib ketgan, o'zgarmaydigan, omillar ta'sir qilmaydigan fe'l. Beshinchisi akmilul jumalal atiya bi wad'i fi'l mudari' munasib masbuq bilan nahiya fil amakinil xaliya. Endi tuandagi jumlalarni la'in nahiya ilgir bo'lgan fe'l mudori bilan qanday qiling? To'liqlang deydi. Bosh o'rinlarga qo'yib to'liqlang deydi. Birinchisi qaranglar. Ya Zaynab la deydi. Zaynab ayol kishi shunday qo'yamdi. Zaynab darizini ochmang demak to'saqni deymiz. Ya Zaynab la taftahi an-nafidata. Ya ayyuhan nas, ey xaloyiqlar. Nas degan nima? Xaloyiqlar, kishilar. Shaytonga qanday qilmanglar? Ibodat qilmanglar. Nima to'saqni deymiz? Ya ayyuhan nas la ta'budu shayton. Ya'ni vo keladi, non qanday qiladi? Tushib ketadi. Ya akhawati, ey qiz qarindoshlarim. La ghurfati bil miknasatil qadima.
Ey kız qarindoshlarim, yattiqimni ko'ni supurki bilan anda qilmanglar, supurmanglar. Unda bo'lsa kanasa yaknusu. Taknusu ayollar ko'pligini bo'ladi. Taknusina, taknusani, taknusna. Unda bo'lsa la taknusna g'urfati bil miknasatil qadima. Ayollar ko'plikda bu mabni dedik, o'zgarmaydi. Ya nunni tushib ketmaydi, bir xil holatga keladi. To'rtinchisi ya valad ey bala la fil fasli. Ey bala sinfqa qanaqaman kirmang demak bo'lsa deymiz. La tadkhul fil fasli. Xo'sh, endi qolganini o'zi anglashlarmi? Oltinchisi ta'ammal mayali tuandikilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni bu yerda lain nafiya bilan lain nahiyaning farqini tushuntirmoqchi. Ya'ni yana takrorlab o'tsak, lain nafiya jumlaning fe'lning ma'nosini bulusiz o'zgartiradi. Lekin bu jumlaningki qanday fe'lga kiradi deganda buyruq ma'nosini bildirmaydigan, ya'ni xabar shaklida kelgan fe'llarni oldiga kiradi. Bu qaysi fe'llar shunda kiradi deganda g'oib bilan qanday mutakallim. Chunki yo'q odamga biz amrini chiqarmadik, uni ayrim chiqadi amri. Mutakallimga uzgu-uzgu qanaqa qilinmaydi, buyruq qilinmaydi. Ya'ni ma'no jihatdan farqi la nafiya buyruq ma'nini bildirmaydi. Bulusiz shaklda kelib, buyruq ma'nosini bildirmaydi. La nahiya bu fe'l mudorining oldiga kelib, buningda bulusiz ma'nosi bo'ladi. Ya'ni qilmang, aytmang deganga o'xshash. Masalan, lima la ta'kulu ya akhi. Ey qarindishim, nima ish qilmaysiz deydi. Nima ish yemaysiz? Demak, yeyish degan gapni bulusiz o'zgartdi. Lekin bu gapda buyruq ma'no bormi, yo'qmi? Yo'q. Unda bo'lsa bu qanday ekan? Laun nafiya. Ala tadhhabu ila al-mal'ab. Maydonga bormamsiz. Bu yerda buyruq ma'nosi bormi? Yo'q. Unda bo'lsa, buyruq ma'nosi bo'lmasa, qaysi nafiya. Endi fe'l bundan oldiga kelib qolgan taqdirda buningda buyruq ma'nosi bo'lmasa, bu nafiya bo'ladi. Endi qaranglar. La ta'kul hada ya akhi. Ey qarindishim, buni qanday qilmang? Yemang. Yemang, bundan bor buyruq bor. La tadhhab ila al-mal'ab. Maydon qanday qilmang? Bormang. Demak, nahiyada bulusiz ma'nosi, buyruq bulusiz ma'nosi chiqadi, nafiyada bulusiz xabar ma'nosi chiqadi. Xabar, ya'ni nima tamoq yemaysiz degan savol olsun, ya'ni xabar shaklida. Odatda jumla cho'ng jihatni ikkiga bo'linadi. Birisi xabar, yana birisi buyruq shaklida. Buni keyin so'zlaymiz. Ammo buyruq shaklda ma'nosi chiqmagani nafiya bo'ladi, buyruq shaklda ma'nosi chiqqani buning bo'ladi nahiya bo'ladi. Biz la nahiya kirib qolsa, fe'l mudori oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz, nafiyada sukun qilmaymiz. Ikkilarning farqi. Ta'ammal mayali tuandikilarni muloyiza qiling deydi. Qaranglar. Endi biz alif, ikki alif birga kelib qolsa, birini madga o'zgartirmaymiz degan. Masalan, qaranglar. Huwa yaktubu, u yazudu, anta taktubu, siz yazasiz, ana aktubu, men yozaman. Bunda chiqqanda masala chiqmaydi. Endi qaranglar. Huwa ya'kulu, anta ta'kulu, ana a'kulu. Men qana qilaman? Yeyman. Endi qaranglar. A'kulu, ana a'kulu. Ikki dona hamza. Endi buning oldiga endi buningga ikki dona hamza kelib qolgan vaqtida bu ikki hamzaning birini qanday qilamiz? Mat o'zgartiramiz. Bu ana a'kulu. Ana a'kulu demay, ana a'kulu desak nima bo'ladi? Men yeyman. Chunki akalarning bir hamzasi va endi mudori'ningki bir hamzasi va ikkisi kelsa a'kulu bo'ladi. Ikki alifning birini nima o'zgartiramiz? Matga, matga o'zgartirib a'kulu deymiz. Akhaza qaranglar, ya'khuzu, anta ta'khuzu. Ana a'khuzu bo'ladi. Endi ikki alif birga kelib qolganlik uchun birini matga o'zgartiramiz. Ana a'khuzu. Men qanday qilaman? Olaman degan gap. 8-inchisi tuandagi jumlani muloyiza qiling deydi. Biz buni darsning başida tushuntirib qo'ygan. Ya'ni kada tas qoldi degan ma'nosi bo'lib, bu to'liq ma'no ifodalab bermaydi. Chuqur buni to'liqlash uchun keyingi nima kelishi kerak? Bir fe'l kelishi kerak. Masalan, kada yaxruj chiqib ketgan tas qoldi. Kada yadribuni tas qoldi meni o'g'li. Kada yamut tas qoldi o'lgili. Fakada tabiki tas qoldi yig'lig'ili. Bu yerdagi mudorining hammasini shunday bog'lashib tarjima qilamiz. Asli ma'nosi tas qoldi yig'laydi, tas qoldi o'ladi, tas qoldi meni uradi, tas qoldi chiqib ketadi degan gap. Ammo bu uyg'ur tilida buni tarjima qilsak adabiy chiqmaydi. Shunga men o'g'li tas qoldi, chiqib ketganda tas qoldi deb moslashtirib tarjima qilamiz. Qan daraba tifli nazzarati bil asa wa kada yaksiruha. Urdi
tifli balam kuzaynakimni bil asa tayoq bilan va kada va tast qoldi yaksiruha uni qanday qilg'ili sundurg'ili. As-sa'atu al-an al-wahida. Hozir soat 1. Yakadu al-mudir yakhruj. Tast qoldi mudir qanday qilib chiqib ketgan. Az qoldi. Mudir qanday qilg'ili az qoldi. Ya'ni kodininki bir ish harakatga yoki yiqilishib qolganligini bildiradi. Yakadu al-imam yarka. Imam ruku qilg'ili az qoldi. Yakadu al-jaras yarin. Qo'ng'iroq chaling'ili az qoldi. Lima darabta hada al-walad ya Ali? Ali bu bani nima qildingiz? Va yakad yabki. O yig'ilg'ili az qoldi. Ya'ni tas qoldi. 9-si ta'ammal ma yali deydi. Töndekilarni qanday qiling? Muloyiza qiling deydi. Biz buni darsda so'zlagan ma fe'li modining beshiga kirib bo'lishsiz o'zgartirdi. Endi bu ma fe'li mudorining beshiga kirib qolsa, fe'li mudorini hozirgi vaqtga, zamonga qanday qiladi? Bog'laydi. Ya'ni ana la ashrabul qahva. Men qahva ichmayman deydi. Endi bu men qahva ichmayman degani bu hozir ichmaydi, bundan keyin qanday qilmaydi? Ichmaydiganligini bildiradi. Men qahva ichmayman desa, men aslida qanday qilmayman? Qahva ichmayman. Endi ana ma ashrabul qahvatal an. Endi men hozir qahva ichmayman, balkim erta ichishi mumkin. Ya'ni hozir ichmayman deb hozirga bog'lab bir manfi bo'lishsiz qilmoqchi bo'lsak, buni oldiga nima qilamiz? Ma'na qilamiz. Ya'ni fe'l mudori'ni hozirgi bir vaqtga bog'lab bo'lishsiz o'zgartmoqchi bo'lsak, buningga ma'na qilib bo'lishsiz qilamiz. Nahnu la nal'abu kuratal qadam. Biz futbol o'ynamaymiz. Odatda biz qanday futbolni yaxshi ko'rmaymiz, o'ynamaymiz, ya'ni bu kelgusi va hozirgi zamonni bildiradi. Endi biz hozir futbol o'ynamaymiz, hozir ishimiz va demakchi bo'lsak nima deymiz? Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil an. Hozir biz qanday qilmaymiz? Hozir futbol o'ynamaymiz. Bu ma hozirgi zamonni bo'lishsiz qiladi. Huwa la yaqra'u suhuf. U gazeta o'qimaydi. Odatda gazeta o'qimaydi. Shunday endi u hozir gazeta o'qimaydi. Demakchi bo'lsak deymiz, u huwa ma yaqra'u sahifatil an. U hozir qanday qilmaydi? Gazeta o'qimaydi. Ya'ni fe'l mudorini hozirgi vaqtga bog'lab bo'lishsiz qilmoqchi bo'lsak, ma'na kiribchi qilamiz. Endi kelgusi zaman va hozirgi zaman umuman shaklda bo'lishsiz o'zgartmoqchi bo'lsak, lana kiramiz. Farq, ya'ni ma tukhallisu mudari lil hal. Ma mudorini hozirgi vaqtga bog'laydi deydi. 10-si ta'ammal ma yali, tuandakilarni muloyiza qiling deydi. Ya'ni bu fe'l ta'ajjub, hayron qilish fe'li. Hamid tavil. Bunda kelgan shu biz hayron qolgan bir sifatlarni af'ala o'lchimida qilsak bo'ladi. Ya'ni tavil atwala, jamil ajmala, sag'ir asghara, sahlun ashal, sa'bun as'ab. Hamma shu shaklda qilma. Hamidun tavil. Ma atwala hamidan. Hamid nima degan igiz. هذه السيارة جميل. Bu mashina chiroyli. Ma ajmala hazihi السيارة huwa tawilun. Igiz. Ma atwalahu. U nima degan igiz? Hiya sagira. U kichik. Ma asgharaha. U nima degan kichik deganga o'xshash. 11-si uktubil jumalal atiya musta'milan fi'l ta'ajjub. Endi fi'l ta'ajjubni tushungan bo'lsanglar, tuanda yeshirlarida buyilgan so'zni fi'l ta'ajjub aylantirasizlar. Masalan, birinchisi unzur ila haula'i tullabul judud. Qara bu yangi o'quvchilarga. Hum kathir, ular ko'p. Endi ular nima degan ko'p deymiz. Unda bo'lsa kathirni af'ala o'lchimida qilamiz. Nima bo'ladi? Akthar, ya'ni ma aktharuhum, ma aktharuhum. Qolganini uzoqlashtirib baqinglar. Xo'sh, savoqdoshlar, unda bo'lsa bugungi darsimiz mushayada oxirlashdi. Kelar soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.